obunachilar. Sizlar bilan men yana o'sha Karol Uzub. Bugungi videoda biz yangi versiyani obzor qilamiz. Let's go. Ya'ni yangi versiyada juda ham ko'p narsa qo'shilgan, lekin normal narsa qo'shilgan. Masalan, mana bu tokchalar. Bularning o'zi har xil rangi bo'lib chiqishiga mumkin. Mana har xil daraxt aqllari, любой daraxt aqllari. To'xtanglar, o'z videoga to'lay. Mana har xil daraxtlar aqllar ko'rlari. Buni ichiga narsa tiqsalar bo'ladi. Yo'qsa bir sakrasa qo'yaversangiz bo'ladi. Jamin 3 sakrasa ketagan demak. U asli juda ham zo'r qilib taxlangan. Mana teksturalar va chiroyli. Minecraftda shkaf qurmoqchi bo'lganlar uchun ayni muddo desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Demak, biz keyingi narsaga o'tamiz, ya'ni miskalemlar. Bular yangi versiyaga qo'shilgan eng zo'r narsalar desak ham bo'ladi. Lekin bularni zanglab, mana haykalchalarga aylanib qolishini bilarmidingiz? Bu haykalchalar ham qimirlatsa bo'ladi, masalan, mana. Xohlang ko'rinishlarga keltirib, serial perallarsa bo'ladi. Mana. Nimadir yugurib ketayotgan miskalem, mana. O'ynayotgan miskalem va oddiy ko'rinishi. Yana bularga lifehack ko'rishim mumkin. Qaranglar, masalan. Yangi versiyada shunaqa narsa qo'shilganki, to'g'ri kiramiz. Galem olib, miskalem o'rnga qo'ysak, qaranglar, miskalem mana. Qarang, u bo'lish kerak-ku. Ishlar. Galem, lekin miskalemlarga gul berish kerak edi. O'ylash bermadi. Ana, endi ko'rib o'xshaymiz bu narsani kerak. Mana bloklarga tapor bilan tekshiruv ko'rishga kelib qoladi. Bu haqida o'z to'xtalib o'tamiz alohida. Ishda galem qo'yganman. Miskalemlarga juda ham ko'payib ketdi, ular yo'qotish kerak. Yeter ikkita ham. Mana ko'rishinglar mumkin. Har xil haykalchalar ham qo'shilgan, mana. Chotki haykallar, mana ko'rishinglar mumkin. To'xtanglar, videoga to'lay. Bularni ham tapor bilan naqshalar bilan dars ochishimiz o'zi kreativda. Ya'ni mana bu narsa. Asalning nimasidir. O'zim ham aniq bilmayman. Qarshi bu miskalemlarni sindirsalar ham bo'ladi. Salkam bir vaqt oladi, lekin qo'ylarga olib, mana qo'ysalar ham bo'ladi. Juda ajoyib. Sizlar narsa o'ylashinglar mumkin. Men miskalem topa olaman, lekin uni tiriltirishda nima qilsam bo'ladi? Men miskalemim qotib qoldi yoki deyishinglar mumkin. Uni taporni tegizsalar agar o'zsaki yo'qonadi va bundan surtib qo'ysalar umuman zanglamaydi. Bu sizlar uchun lifehack mana.
Hozir mana. Bu judayam ajoyib. Chunki zanglamaygan kalem bu uzr. Masalan mana bu. Men zanglamayga qo'yib qo'ydim-ku. Yaxshi. Ha, kalem qalay. Ya, просто. Ha, kal. O'tilmasa kal. Shunisi qiziq, mana bu 1,5 blok emasdi-ku menimcha. Bular ham yangi qo'shilgan narsalar. Bu hayvonni bilishimiz kerak. Mana bloklar ham bu. Bunga asosan qo'shiladi bo'ladi. To'g'rimi? Galib. Uy, saqov. Bu galemni talpaqli yuribdi, короче. Mana unaqa galemni uyg'otish uchun oddiy mana unaqa yonadigan kar ham bo'laveradi. Yoki oddiy kar ham bo'laveradi. Hammasidan ham bir xil natija chiqadi. Lekin mana bu yashil galemlar tez qotib qoladi. Qaranglar. O'sha qotishni boshladi, tamom qotib qoldi. Bu juda ham yomon, lekin bir tomondan yaxshi. Uylarga tekin haykal. O'ldirib qo'ydi. Короче, videomiz shularga iborat edi. Hammaga xayr. Xayr ismim bilmaydi. Belki to'psamasam bilmaydi-yu, menimcha. To'payamiz belki to'g'ri. Qayerda u joy? What? Galem. To'paman ko'rsan hozir borib. Shunda ko'ramiz. Aytishim uchun odamga kerak yo'q. Qachon chiqaman ha? Cracking biyomi. Bu ham yangi qo'shilgan biyom. Bunda ham yangi boss mob qo'shilgan. Ba'zi odamlar boss deyishi mumkin, ba'zi odamlar mob. Lekin men jo'ralarim boss deydi, o'sha-chi. Menga farqi yo'q. Keyingi videoda agar xohlasalar shu haqida ma'lumot berib o'taman. Mana. Men topshirsam bo'ladi. O'sha kalem topsam lekin bor-ku. Umrida yemagan kaltaklarni, ya'ni tayoqlarni mendan yeydi. Mendan yeydi, короче. Tayoq. To'xtanglar. Bitta ixtiro bor, agar bilsangiz Minecraftda bitta narsa ixtiro emas, endi bitta narsa bor. O'lgan joyingizda topish uchun xizmat qiladigan narsa. Bu juda kerak narsa deb o'ylayman. Mana ko'ramiz hozir. Ya'ni Warden makondan chiquvchi Warden sanasi. Qancha ishlasida. Warden City'dan chiqar bu narsa ham. Men o'zim o'sha raqam to'g'ri ketaversam agar o'sha joyda tor ekanman. Balkim toparman. Ana topdim, xo'sh. Yaxshi, ajoyib desa ham bo'ladi. Mana ularni ham topdim. Galemlarim qaraydi mana. Obzor qilgan joyim qaraman ekan. Sen galem o'ldirdim, mana shu. Sağ olamiz hozircha.
Bu galem şu Atakanlar sen bu. Yani bana bundan ili bana كفي كفي همك خير وبلا شيء كيف قلم كفي bir galem öldü. Hamaka hayır.